gapimga quloq solmasdan ketib qolding. Nima ish? Ha? Nima qilding? Ha? Nima qilding? Nima qilib qo'yding? Dadang joni omonat turgan bir paytda sen nima ish qilganding? Odam o'ldirdingmi? Ha? Ayt, odam o'ldirdingmi? Ha, voy, qanaqasi odam o'ldiraman? Odam o'ldirganim yo'q. Meni ham o'ldir, meni ham o'ldir, meni ham o'ldir, meni ham o'ldir. Yeding-ku, yeding-ku. Dadangni joni omonat turgan bir paytda undan 5 marta yomon ish qilib kelding. Ha? Men buni qanday ko'taraman? Men buni qanday ko'taraman? Men dadangga kuyaymi, senga kuyaymi? Qaysi biriga kuyay? O'ldiringlar, meni ham o'ldiringlar. Qutulay, birato'la qutulay. Taglang go'rga tiqding-ku, meni go'rga tiqding-ku, tiqding. Xudojon jonim nozing bo'lmaydi bunday ko'ra. Hozir? Bor. Kim? Salom alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz opa? Rahmat. Uzr bezovta qildim. Ismim Ergash. O'g'lingizni mendan katta qarzi bor edi. Xabaringiz bo'lsa kerak. Sitora. Sitora, Labe oyi, mashinani kalitini olib chiq. hozir. Hozir. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Meni ismim G'ayrat. O'g'lingiz Oybek bilan birga tijorat qilganmiz. Ikkalamiz do'kon ochgandik. Shu do'konni sotdim. Bu o'g'lingizni urishi. Olavering, olavering. Bir tiniga ham xiyonat qilmadim. Bu yoqda to'la to'kis. Mana bilsa, vizitka. Yordam kerak bo'lsa, tortinmasdan murojaat qilasiz. Olavering. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Oyi,